Vyetnam bilan Tailand davlatlari to'g'risini aytadigan bo'lsam, bunaqa narx tashlab yuborishini men o'ylab ham ko'rmagandim. Teng yarim narxga tashlab yubordi. Hozirgi paytda o'zi borishni maslahat beradigan davlatim Vyetnam bilan Tailandga. Kimlar bilan borsa bo'ladi o'zi? Ulfatlar bilan, o'rtoqlar bilan mazza qilib yoki turmush qurayotgan parchalarga ham taklif qilib qolamiz. Borib mazza qilib dam olib kelish mumkin. Hozir narx hamyonbop, ham hozir borishi, havosi, ob-havosi ayni paytda. Borib mazza qilib dam olib kelishlari mumkin. O'zi Vyetnam bilan Tailand davlatiga borib, nimalar ko'rib kelsa mazza qilsa bo'ladi. James Bond kinosi olingan joyga borib, mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Keyin Avatar kinosi olingan joyga borib, mazza qilib ekskursiya, hayotdan borib o'z ko'zlari bilan ko'rish imkoniyati bor. Ko'pchilik insonlar fillarni misol uchun ko'rishmaydi hayotda, uni minib ko'rishmaydi. Fillarga borib ovqat berish mumkin, cho'miltirish imkoniyati ham bor. U tur paketning ichiga kiradi-da. Keyin Vyetnamda o'zining mevalari bilan O'zbekistonda yo'q, tanqis mevalar yoqda bor. Endi tropik mevalar aslida kiradi unga. Borib mevalardan ham bemalol bahramand bo'lib kelishlari mumkin. Lekin parchkalar bilan borib kelib dam olib kelishga zo'r joy deb o'zim bilaman, maslahat ham beraman. Vyetnamda Ginneslar rekordiga kirgan 3 ta orolni birlashtirib turgan kanat joylashgan. Borib qaytish masofasi 8 kilometr tashkil qiladi. Uni baribir jonli ko'rganga yetmaydi. Men o'zim borib 3 ta orolni birlashtirib turgan kanat bu mo'jiza ham desa bo'ladi. Eng qizig'i, vashi zo'rda borib mazza qilib uni ko'rish kerak bo'ldi, sayohat qilish kerak. U xudo xolasa bemalol nima deydi, bizga tur paketimizga murojaat qilinglar. Biz men o'zim shaxsan sizlarni kutib olib, cho'tki tur paketlarimizni sifatli arzon narxlarda o'zim sizlarga tashkillashtirib beraman.